Koreyada o'zbekistonlik Nozimaqsi o'ldirilgani aytilmoqda. Bu haqida har xil ma'lumotlar, har xil mish-mishlar YouTube'dagilar. Mana shu videoni ko'rib, o'z izohlarda siz fikringizni qoldirasiz. Bitta like bosib qo'ying. Kanalimizni iloji boricha tarqatib yuboring. Sizda ham xato juda ko'p-da, juda ko'p Masalan, nima xato? Aka aytishmi? asabiylashganda juda ko'p xato gapirib baqa chaqirib qo'yapsiz-da. Ko'pchilikka yoqmaydi bu narsa. Imkon Qaysi qadar o'shaga? bosiqligidan hal qiling. Bosiqlik bilan hal qilish uchun gaplashib, Lekin primoy baqa efir chaqirib bilan hal qildinglar. qilib bo'lmaydi, to'g'risi. Akajon, qarang. Mayli, qarang, Allohga kifoya qiling. Allohga kifoya qiling bo'ldi. Akajon, xo'p, gapingiz to'g'ri, qarang. Biz primoy efir qildik. Onasi, manu bola. O'sha yerda hamma narsani gaplashib oldik-da. Bu gaplashib bo'lganimizdan keyin yana bu narsalar chiqib kelyapti-da. Biz siz aytgan ishni qildik-da biz. Siz qarang, gaplashib zapis qilib qo'yganmisiz? Bo'ldi, nima qilsa qilib yotaversin. Bo'ldi, dakansa boraversin, kurashaversin. Siz umuman e'tibor bermang. Haliga ahlatga kesaga olsang, yuzingga tashraydi deydi-ku. U bilan olishgan sari kuchayib ko'tarilib boraveryapti-da, qolganlar ahvatini ko'tarish bilan ovora. O'ylamayapti, ertaga oxiratda men bu gunohkorni gunoh emas bo'lsa, gunohkor emasdi, gunohkor deb qo'yib betiga nima deb javob beraman deyishlik uchun Muhammadda iymon bo'lish kerak-da. Men sizga o'tgan safar ham aytdim. Har bitta inson o'zini iymoni bilan o'lchaydi sizni qanaqaligingizni. Iymoni zaif, siz iymonsiz deydi. Iymoni bor, yaxshi gumonda bo'ladi. O'shaning uchun imkon qadar mashindan o'zingizni isloh qiling. Mayli, sizni qamatsin, sudga bersin. Bari adolat Xudo xolasa Alloh ko'rib turibdi. Har bir sekundimizni kuzatib turibdi. Prosta o'zingizni kasal qilasiz. Ertaga ota-onangizga, farzandlaringizga kerak odamsiz. Asabiylashaveryapsiz, har kuni efirda asab. Tushunyapsizmi? O'zingizni muxlislaringizni ham yo'qotib qo'yasiz. To'xta dedi. O'shaning uchun yumshoqlik bo'lavering Avazbek. Istig'forni ko'paytiravering, hammasi yaxshi bo'ladi-ku. Bo'ldi, aka, rahmat. Qalb egasi Allohda. Aytadi-ku, yaxshilikni qil, daryoga ot, bilsa baliq, bilmasa xoliq. Alloh bilsa bo'ldi, bandalari. Chunki jannatga borish oson emas. Yalang oyoq tikonda yurish bilan barobar. Siz tikonni hal bittasini bosmay turib baqa chaqir qilmang. Bu oson. Menga qanaqa fitna bo'lib ketgan bilasizmi? Bitta yetimni olib chiqqanimda bir kechada 4 million 200 ming chiqib ketgan 10 ta oilani uy qilganmiz. Meni mashinaka chiqarib yuborishgan. Hammasi Allohga kifoya qilgan. Keyin yuzda ochilib keldi keyin. Karchi Telegram yulduzlari hamma kanallar kechirim so'ragan mendan. O'zini ahvatini ko'tarishlik uchun shunday fitna qilib yuborgan meni. Shunga Zulfqor degan bloger aktrisa ayollarni olib chiqib, aktyor bolalarni olib chiqib, yetim vazirlar bilan pul yig'ib kelyapti deb fitna qilishgan menga. 2024-yil onam o'lib ketgan shuning orqasidan.